Я Хускары. Boshqa bir suhbatlarda aytgan edim. Men iloji boricha sizlar bilan suhbatlashar ekanman. Boshqa joyda sizlar eshitgan gapni aytmaslikka harakat qilaman. Shunga tayyorgarlik qilganman. Nima uchun pul topasiz? Uyda har kun kechqurun sanash uchunmi? Yo'q. Sizning pulingiz ham o'zingizga, ham oilaga, ham jamiyatga foyda berishi kerak. Men hozirgi kunda zakotga muhtojman men. Hozirgi kunda kambag'alman men. Uyingga bor, tursigini yech, so'lisiga qo'y debdi. Otang tursigini olib chiq debdi, so'lisiga qo'y debdi. Bolang tursigini so'lisiga qo'y. Uchalasini solishtir. Kimiki yangi bo'lsa, o'sha xonadon podshosi o'sha bo'ladi. Zararni daf qilishlik, zararni bartaraf qilishlik foydani jalb qilishdan oldin turadi. Xo'p, 10 ming dollarni tasavvur qilayotgan paytda bir pochka bor yo'g'i 100 dollarlik va 100 dollar. Endi buni har oyda topishingiz kerak. Bir pochka 10 ming dollar har oyda kelib turishi kerak sizga. Endi buni oddiylashtiramiz. 100 dollarlik narsani 100 ta odamga sotsangiz 10 ming dollar bo'ladi. Va o'sha narsani har oy qaytarsak, buni ham imkoni bor. Demak 10 ming dollar topish imkoni bor ekan. Eng katta zarar ma'naviy zarar. Noto'g'ri tushuncha. Noto'g'ri tushunchada milliard topmaysizmi? Zararga ketasiz. Nimani tushunmayotganingizni, tushunmasligingizni tushunishingiz sizni qutqaradi. Nimani tushunmayotganligingizni, tushunmasligingizni tushunaman deb bilishingiz sizni jarga yetalaydi. Ola bunaqa. Aytingki o'zi bu. Bu ana Антон Шпайна do'sti. Присоединяйся, и я покажу тебе дорогу к успеху. Хускары. Управляй своей судьбой.